Assalomu alaykum. Men Aysxo'jayeva Azizaxonman. MIT universitetining BTech yo'nalishidagi 3-kurs talabasiman. Ashokchi Oxa nomidagi 100% grant sohibiman. Meni onam Aysxo'jayeva Madina, otam bo'lsa Aysxo'jayev Asror. Bizada qizimiz yoshligidan o'qishga chanqoq, biz yoshligidan kitobga muhabbat qilib o'rgatganmiz. Bizani ona tomonidan, ota tomonidan ham kelayotgan shajarada hammasi oliy ma'lumotlilar, Xudo rahmatsin adamlar 24 yoshlarida kandidat bo'lganlar, aspirantura Moskvada qilganlar. Onasini oyisi matematikdan dars berarlar, xullas doktorlar, shunaqa muhabbat bor tarbiyani berganmiz. Biza eng qo'rqadigan narsamiz nima ediki, uni sir emas, bir xil universitetlarga oliygohlarga kirgandan keyin bolani o'qishini sovutib qo'yishadi. Ya'ni bu yerda birinchi faktor porovozlik yo'q, faqat ilm. Baho uchun emas, bilim uchun o'qishi uchun biz MITni tanladik. Oilaviy maslahat qilganimizda albatta qizim chuqur o'rganib chiqdi, professorlar qilgan ishlarini nima qilib juda ham ruhlanib, biz tanlovimizni shu yerga qilishga qaror qildik va bundan minnatdormiz. Qizimizni o'qishga bo'lgan ishtiyoqi kundan kunga oshdiki, sumadi. Bu biz uchun katta yutug'imiz. Albatta oson bo'layotgani yo'q. Vaqti kelsa 1gacha, kechqurun 2-3gacha ham dars tayyorlab o'tiradi. Biz xavotir ham olamiz, lekin bu majburlikdan emas. Shuni qilishim kerak, qolib ketishim kerak, ilm olishim kerak. Men hozir shu yoshdaman, ilm olishim kerak degan maqsadda bo'lgani uchun. Qanaqa o'zgarishlarni baholaysiz? Masalan, 2 yil bo'ldi, Azizaxon 2 yildan beri MITda bo'lsa, bunda oldin bo'lmagan, lekin 2 yil ichida nima tomonlarga o'zgardi? Ayizaxon o'zi oldindan qunti rosa kuchli farzandimiz. Hozir yana ham qunti bilan o'qishga yana ham kuchaygan. Hindistonga borib keldi o'qishi bo'yicha. O'zgarishlari katta. Ayizaxon nima o'zini tanlagan kasbidan juda ham mamnun, yo'nalishidan. Xudo xolisa universitet professorlari yordamida o'zini qunti bilan, harakati bilan o'zini tanlagan kasbidan dunyodagi eng yaxshi mutaxassislardan bo'lib yetishib, keyin shu yetishganingda обязательно o'zini ham shunaqa universitetga rivojlanishga o'zini hissasini qo'shaman deb Ayizaxon katta niyat qilgan. Ota sifatida siz nima deysiz? Eng muhimi farzandi bu yerga xursand bo'lib kelib, xursand bo'lib ketadi. Shuni o'zi ko'p narsani ifodalaydi. O'zini xohishi bilan keladiki, bu yerda muhitda yaxshiligidan, oiladek qilib, o'zini bolamni professorlar ko'pincha qo'llab-quvvatlab, yo'l yo'nalish ko'rsatishi, maslahat berishlarini gapiradi. Endi sohadan sal yiroq bo'lganim uchun faqat xursand bo'laman. Endi tushunmayman detallarini, lekin juda ham xursand bo'laman. Shunaqangi vodushevleniy gapirib beradi. Professor bunaqa dedilar, mana buni qilgan, mana qilgan, sani mana bitta potensialing bor, bu yerda rivojlantirgan deb bu meni farzandim bilan xuddi tuyuladiki, individual hattoki ishlash bu juda ham men uchun faxr, g'urur. Mana Azizaxondan qanaqa professorlar haqida qanaqa ko'proq fikr mulohazalar eshitdingiz? Voy, rosa ham faqat ijobiy gaplarni eshitamiz. Juda ham minnatdorman universitet professorlaridan, ustozlaridan. Chunki bolamizdagi ishtiyoqqa so'ndirmasdan aksincha yana ham uchqunlantirib borishyapti. Ayizaxonga umuman biz Ayizaxondan eshitamiz, universitet talabalariga professorlar bosimi yo'q. Ya'ni qo'lidan kelgancha bor bilimini o'rgatgan holatda juda ham yaxshi munosabatda bo'lib, qo'lidan kelgancha hamma yaxshiligini ko'rsatishga, hamma yordamini berishga harakat qiladigan shu darajada olib borishayotganini biz eshitamiz. Juda ham xursandmiz, juda ham minnatdormiz universitet professorlaridan. Aynan Azizaxon qanaqa proyekt yoki qanaqadir plan bormi bakalavr darajasida o'z yo'nalishingiz bo'yicha qanaqa yangilik qilmoqchisiz? Hozircha meni yo'nalishim kompyuter muhandisligi, ammo men biomedical engineering bo'yicha ham o'zimni qiziqishim oshib boryapti. Qish paytida Italiyadan professor kelgan, doktor nauk Luciano Taricone. Uni ilmiy ishlari bilan qiziqib ketganman va shuning uchun hozir men искусственный intellekt yordamidagi cancer researchda qiziqib boryapman. O'shuncha hozir men H-Fire qarab boryapman. Farzandiniga universitet tanlash arafasida turgan, ya'ni abituriyent ota-onalariga nima maslahat bergan bo'lardinglar? Endi to'g'ri aytdingiz, hozirgi kunda bu IT sohasi hozirgi zamon talabi bo'lgancha qiziqish ko'pchilikda juda ham yuqori. Nimani maslahat bergan bo'lardimki, dunyoda mana MITni 30 dan
filiallari bor. Dunyo tajribasi bor. Biz xohlagan narsamizni MIT nimaga desa, birinchisi biza международный xalqaro universitetda o'qitishni xohladik. Sababi bularda potensial fikr almashuvi, ilm, ba'zi juda ham kuchli bo'ladi. Bu birinchi navbat bo'lsa, keyin hozirgi kunda hattoki aytaylik ilg'or Kremniy dolinani Amerikani ham olib statistikasini ko'rishsa, kimlar birinchi o'rinda turishidan chuvalishadi. Hind xalqini judayam bu sohada rivojlanib ketgani bu statistika shunday ko'rsatib turibdi. Shuning uchun bu men savolni o'zi ortiqcha deb bilaman. Ozgina internetda ozgina ma'lumot qidirishsin. Ko'p ishbilarmonlar hozirgi kunda O'zbekiston deyli Hindiston programmalarini o'ziga qo'yib ishlatishayotganini ko'p guvohi bo'lganman. Bor Bangalore shtatida juda katta oyliklarga, hatto 20-25 ming dollarlab oylik olib, men bilgan balki undan yuqorilari bordir. O'sha yoqqa borib ish qilishyapti. Juda ham yetakchi o'rinda bo'lgani uchun menimcha bu maslahat nima beraman? Buni MITni tanlashni maslahat beraman.